Mamlakatimizda uzumchilikning muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan maizchilik sohasini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki maizchilik daromadli yo'nalishlardan biri bo'lib, moliyaviy resurslar va innovatsion yondashuvlarni talab etadi. Xalq banki aynan shu maqsadda maizchilik bilan shug'ullanayotgan fermerlarga turli moliyaviy ko'maklar taqdim etish orqali ularga yaqindan yordam ko'rsatmoqda. Navbatdagi lavhamizda Toshkent viloyatining Parkent tumanida shu sohada faoliyat ko'rsatayotgan ayollar misolida mavzuni davom ettiramiz. Mayiz mahsuloti yuqori qo'shimcha qiymatga ega, eksportga mo'ljallangan, uzoq muddat saqlanadigan va ozuqaviy qiymati bilan iqtisodiy jihatdan foydali tovar hisoblanadi. Respublikamizda ayniqsa Parkent tumanida maizchilikni rivojlantirish uchun katta imkoniyat mavjud. Aholi xonadonlarining deyarli har 3tasidan birida kishmish, sulton navli uzumlardan mayiz tayyorlanadi. Demak, yangi mahsulot olish, uzumni qayta ishlash va eksport qilish uchun ishtiyoq va imkoniyat bor. Shularni inobatga olib, Xalq banki tomonidan 2024-yilda ayollar daftariga kiritilgan 190 nafar xotin-qizlarimizga 4,5 milliard imtiyozli kreditlar ajratib berildi. Bu yil 25-yil davomida xotin-qizlarimizga yana 50 million so'mgacha garovsiz naqd pulda kreditlar ajratib kelinmoqda. Parkent tumanining asosiy drayveri qishloq xo'jaligi hisoblanadi. Tuman xotin-qizlarining tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida turli yo'nalishlarda imtiyozli kreditlar ajratib kelinmoqda. Ahamiyatlisi ushbu yumushlarni uy bekalari va xonadon egalari bajaradi. Masalan, Samarobod mahallasiga kelin bo'lib tushgan Fotima ushbu hunarni qo'shnisidan o'rganib, o'zi ham ish boshlagan va atrofdagilarni ham ishga jalb qilgan. 2022-yilda ayol daftariga kiritilib, Xalq bankidan 29 million kredit olganman. Maygizlar olib, sort ajratib, sotish yo'lga qo'ydim. Bu olgan kreditimni oldindan to'laganligim uchun Xalq banki tomonidan xodimlar kelib, yana menga 50 million so'm kredit taklif qilishdi va naqd pulda 50 million so'm ajratib berishdi. Qo'limda ko'proq mablag' paydo bo'lganligi uchun yoz oylarida uzum olib, ularni quritib magistrat yo'lga qo'ydim. U doimgidan ko'proq daromad topib keldi. Undan ortiq ayollar ish bilan ta'minladim. Qayma mahallasida turaman. Fotima bu ishni yo'lga qo'ygandan keyin uyda bekorchi o'tirganimiz uchun biz ish so'rab keldik. 3 yildan beri mayizni tozalaymiz, sortiga ajratamiz, cho'pidan tushiramiz. Bizga kunlik o'sha ishga qarab, kunlik ish haqqi beradi bizga. Bekorchi o'tirgandan ko'ra, mana kunlik ish haqqimizni olamiz. Quvonarlisi Fotimaning mehnatlari qadr topdi. Joriy yilda 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida unga shuhrat medali topshirildi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan kamtarona mehnatimni e'zozlab, shuhrat medali bilan mukofotlandim. Avvalambor muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shuncha imkoniyatlar berib, sharoitlar yaratib berayotganligi uchun minnatdor bizlar. Mana shu daromadlar orqasidan uy-joylarni remont qildik, yashash sharoitlarimiz o'zgardi. Albatta, har bir ishni boshlash uchun ayniqsa chekka hududlarda moliyaviy ko'mak zarur. Bu borada Xalq banki shu kabi xotin-qizlarning tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun barcha imkoniyatlarini safarbar etmoqda. Shu tumanning Yangi Navbahor mahallasida istiqomat qiluvchi Orzibi Mirhayitova ham maizchilikni 30 million so'mlik kredit olib boshlagan edi. Uni vaqtida yopganim uchun, ya'ni shu Xalq banki bilan 50 million chiqazdik. 50 millionga olingan uzum mahsulotini ildik, quritdik, sotdik. Bu yil 100 million kredit olib, mayizxona solib, ish faoliyatimni yana rivojlantirmoqchiman. Bugun Orzibi yetishtirgan mayizlarning bozoridagi qiymati baland, chunki u qo'llayotgan texnologiya orqali mahsulot quritiladi, preslanadi va qadoqlanadi. Xonadon sohibi yashab turgan uyining tomiga 23 tonna uzum ketadi va undan 10 tonnaga yaqin mayiz tayyorlanadi. Sentyabr oyida ilingan uzumlarimiz mana mayiz holatiga keldi. Endi buni pastga opishib, sortlarga ajratilib, mayiz pachoqlaydigan apparatga qo'yilib, ichki va tashqi bozorlarga yetkazib berilyapti. 8 ta ayol shu yerda uzum tozalaydi. Daromadingiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Qancha topasiz bir yilda? 200 million ham, 250 million ham. Har xil. Orzibi ta'kidlaganidek, yana Xalq bankidan kredit olib sohani rivojlantirmoqchi. Bank xodimlari ham ishonchni oqlagan va ish o'rinlari yaratayotgan Orzibini qo'llab-quvvatlashga tayyor. Aslida Xalq bankining maqsadi ham shu kabi yo'nalishlarni rivojlantirish orqali samarali klaster tizimini yaratish, aholi daromadini oshirish va eng muhimi, mamlakat iqtisodiyoti rivojiga hissa qo'shishdir.